Çorağa, Ağıl Jirligi, özümüzün Şilo Çorağı Ağıl Jirligi'nden çoğunluğu köp balalı aile olarak bugünkü beyramga biz keldik. Bizning oilamiz 2013 yılda barlıqqa keldi. Bugünkü kunda biz 3 bola tarbiyalıyız, 3 kızımız var. Bizning o'zimizning oilaga xos traditsiyalar endi u bizning abi babalarımızdan kelgan urf-odatlarni saqlab, ana bundan bugunga topshirib, o'zimizning kirashlarga xos bo'lgan kuyularni, jillarni bolalarga o'rgatishga tirishamiz. Biz endi 51 yil yashaymiz birga. Bizning endi ne uchun shulay bo'ldi? Biz endi yozuvchilarga aniqqanmiz. Bizning endi shu nikoh bo'ldi. Ular suga shunga tanıqlık kerak bo'ldi. Hem tanıqlık alıb üçün bizim yazılışdan qog'oz kerak bo'ldi. Mana şunun bilan endi bizim ofisial 50 yil bu yil yazılışdan 24-iyunda yaşadık. Matur, aybet, baxtli bo'lib. Bu bit semyaning ömürlü buluğu kişine barınca mana kişincek var şolay yaratırga kerak var bir. Ondan sonra ikincisinde birin kızganda ikincisini sabır bulsan, o kızganda sen sabır bulsan, azalak indeki metkende kişilerin özünün semyanın kimçiliğini görmezsen, hamanda indi öz toğuzunu toğuzlamasan, azalak indi turmuş iptaşını tanlasan, kengashib yaşasan. Bik motor mezgiller, biz endi ko'p yillar hozir ko'p arada xiyalangan edik. O'zimizning ko'p araning tarixini kengaytirga, tag'ida teran etib aning mezgillerin istarini qoldiruv uchun ko'p araning bizning endi legendarniy shaxslari bo'lgan Kamarovlar, legendarniy shaxslari bo'lgan Radeginlarga pamyatniklar qo'yilgan. Endi mana Allohga shukr bu yil necha yil xiyalangandan so'ng birinchi martaba qo'yildik Kamarovlarga. Sizning bilan bosib tura turgan şu pamyatnikda bu bizning uchun rayonimiz uchun bitta kerak edi. Endi bizning elimiz prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin inisiativasi bilan bo'ldirilgan semya yili bizga shu pamyatnikni qo'yirga bek zo'r yig'inti yasadi. Rayonumuz başlığı isiminden hem şulay rayon boshqarma komiteti yetakchisi Grifulin Azat Harisoğlu isiminden sizni ixlos ko'nglimizdan bugungi oila, muhabbat hem to'g'rilik kuni bilan tabriklaymiz. Yazmış bizga yurasın, hislerimiz sürülmesin, suyuda yansın. Vakti çınarını da bebemedim, yazmış bizga yurasın.